Assalomu alaykum hurmatli Jayhun media obunachilari. Mana bugun maktabimizga, ana shu maktabimizda bitirib ketgan o'quvchilarimizdan Kamolboyev Nurlan tashrif buyurgan. Hozirda Nurlan ukamiz Urganch davlat universiteti sport fakultetida futbol yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqda. Xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, ustozlarga tilaklaymiz. Assalomu alaykum hammaga, maktabimizning o'qituvchilari, o'quvchilari. Mana bugun men bu yerga tashrif buyurib, maktabimizni o'qitgan ustozlarimizga rahmat aytgani keldim. Ularning tarbiyasi bilan biz shu darajaga erishdik. Bundan keyingi o'quvchilarga ham omad tilayman ishlarida, o'qishlarida. Men kabi boshqa sohalarda shu kabi yutuqlarga erishishga tilakdoshman. Hammangizga rahmat. Rahmat, xudo xolasa kelajakda o'quvchilarimiz bilan Ersakinchi maktabdan, Qoraqalpog'iston Beruniy tumanidan Abdulqodir Shanovga o'xshagan futbolchilarni yetishtirib chiqarishda tilakdoshmiz. O'qishlarimizda zafarlar tilaymiz. Yana bir bora rahmat. Rahmat sizga. Xudo xohlasa.